Malum, belki bir iş sizning yodingizdan allaqachon ko'tarilib ketgan bo'lishi mumkin. Xo'sh, qaysi ishni deysiz ekan? Oliy maktabning 2-yilligida o'qiyotgan chaqlarim bir kun sizning hammamizga alayda eskartganingizga qaramay darsingizga kechikib qoldim. Mana shu soatdan boshlab ta bir mavsum to'shqichi sizning nazaringizga ilinmay bakma azoblandim. Lekin shu ishdan keyin men kechikmaslikni o'rgandim. Mana bugungi kunda shu o'tmishni eslaydigan bo'lsam, sizning bizga singdirgan ajringiz bakmi ko'p ma'lum. Mana bugungi kunda siz bilan tang sahnaga putlashib tura olishimizning o'zimi sizning ajri mehnatingizdan bo'lgan. Nima uchun bularni eslab qoldim bilamsiz? Nima uchun keling? Qani inam. Marhamat. Bayramingiz muborak bo'lsin ma'lum. Bizni deb ko'p chapot atdingiz. Rahmat. Rahmat. Bugunni ko'rganda siz tarbiyalagan barliq o'quvchilarimni ko'rdim deb o'ylashingizni umid qilaman. Rahmat ma'lum. Rahmat. O'tmishni eslab qolganimning ikkinchi sababi menmu Mo'minjonning ixlosman anglag'uvchilarining biri. Yillardan buyon Mo'minjonning naqshlarini anglab kelyapman. Anglagan vaqtimda Mo'minjonning naqshlarining ijodiyatchilariga bakrak diqqat qilaman. Har qitim Ablat Ablikin degan ismni uchirtib turaman. Bilimiz Ablat Ablikin Mo'minjonning bir qo'saq qarindoshi akasi. Ham uni bak tushunadigan kasbiy ustozi, to'g'rimi? Nayt to'g'ri aytdingiz. Bir o'qituvchi o'zining o'quvchisini tushunganda uni to'g'ri yo'lga yetaklay oladi. Ablat Ablikim Mo'minjonning o'y fikri ham uning yuragidagini tingsha olgach, Mo'minjonga xos kuy ahanglarni ishlay oladi. Xo'sh, hurmatli aziz tomoshabinlar, sahnamizda qarindosh uchun mehribon aka bo'lgan, xalqimiz iqtidorli o'g'lim deb e'tirof qilgan Ablat Ablikim. Marhamat. Aman bo'ling. Xo'sh, sahnamiz sizga. Assalomu alaykum. Bugungi shu qadrli inim Mo'minjon Ablikimniki naqshi kechiligi uchun yaxshi niyat, yaxshi tilaklarimiz bilan, hurmat, sevginishlarimiz bilan ama shu konsert zaliga qadam tasib qilgan barliq aziz mehmonlarimizga chin yurakdan salom. Rahmat ashqallar. Albatta bugungi bu elimizniki katta bu yig'ilishida, bu kechiligida men bir ikki naqshi aytish xizmat vazifamni o'tishim kerak. Ol bilan barliq shu bugungi kechligimiz uchun alohida hurmat bilan kelgan tomoshabinlarimiz bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan naqsham yaqinda yozgan Taklamakan haqidagi naqsha Taklamakan. Marhamat o'zingizlar. Ekli makam suyumluk yurtum. Ekli makam suyumluk yurtum. Sansız yıllar baş eğdi sana. Karvanlarga bağrımga yollar karvanlarga duaçı buldum sınıp gitti bağrımga yollar oğlum seni süyer hamam sen benim sen tekli makam oğlum seni süyer hamam sen benim sen tekli makam
sen canım sen tekli makam. Hırlat koynum celbedar şunca, mutluluk bağrın ümitke tolgan. Her dalkunda bir quyosh ayan, sen anan sen aytekli makan. Hırlat koynum celbedar şunca, mutluluk bağrın ümitke tolgan. Her dalkında bir quyosh ayan, sen anam sen aytekli makan. Oğlum seni süyer hamam, sen canım sen tekli makam. Oğlum seni süyer hamam, sen canım sen tekli makam. Tekli makam, büyük yurtum, osmanımda yangraydı makam. Oğlum seni süyerdi hamam, sen canım sen ey tekli makam. Sen bana yeni durup yetişme desem, bir yer ben bilen çıkıp sen sen tanışıp falan. Endi Mömcan dadamның keçilki болған ки мен бір нақша етіп қояй деп шықты. Vallahi rahmet, vallahi rahmet. Ay rahmet eşkallah. Rahmet. Bizga bergan so'g'u salomlaringizga, gul dastalaringizga ko'pdan ko'p tashakkur etamiz. Bayqi Teklamakan degan naqshiniki, o'g'lim seni suyar hamon degandaqa bolaning ovozi shu o'g'lim aytib turibdi davomli. Yonda turib aytib bersam buni aytib layajini bosamay sani chiqib qopti. Tayyorlig'ing bormi ya? Albatta borda. Tayyorlig'ing bormi? Ha. Anda bo'lsa, bu mening o'g'lim ismi Jasur. Jasur avlod. Tomoshabinlarimiz qo'shilsa, bu o'g'limga bir sahnada bir fursat bersak. Bulamdi. Anda bo'lsa sahna qoldi.